Bu arkamda ko'rib turganınız her bir birunilik insan 100% bilet takınca, yani özlerimizin nişan boladı. Yazdın kaynap turgansısında burga kelip turup, hiç olmasa her bir birunilik insan bir merte oturup görgen. Keminde şuradan bir merte ötüp görgensiz. Eğer buradan ötüp görgen bolsanız, videoga hazırlığın özüne bir tane like basıp koyun ve bugünkü videomuzda biz sizler bilen birgelikte nişandan Gamburg yiyip göremiz. Gamburg'un bakası neçe so'm? Bakasına erzimi erzimime ve Gamburg'dan başka burada nuğlar var. Degan savollarınıza cevap topamiz. Xullas, ketdik. Ko'rib turganingizda bize obzorda oddiy Gamburg ve Peter Gamburg, keyin shunday hot doglar ham bor ekan bu yerda. Qora Gamburg deb o'ylaydim, yo'q. Bundan başqa lavash ham bor ekan. Hammasining bugun ko'rinishi qanday bo'ladi, bahasi necha so'm bo'ladi, o'rtacha yeb-ichsak necha so'mga tushadi degan savollaringizga sizlar bilan birgalikda javob topamiz. Oddiy Gamburgimiz mana shunday ko'rinishda. Ko'rib turibsiz. G'iz-g'iz go'sht. Yağında buradagidek burucu, soğusu, hamma narsasi bor. Bismillah. Söyledi bilet Allah biladi o'zi. Bahasına keladigan bo'lsak, oddiy bir Gamburgimiz 17 ming so'mdan bo'ladi. 60 Gamburgning sho'rda profili ham turibdi va pastda telefon nomerlarini ham qoldiramiz. Xalasangiz saboyga, xalasangiz kelib turib sho'rda orqadan yeb ichsangiz ham bo'ladi. Undan tashqari dostavka zakaz etsangiz ham bo'ladi. Xohlagan joyingizda turib birunining ichida orqadan dostavkalarni yetirib beradilar. Shu vaqtdan keladigan bo'lsak, azongi soat 9 dan 6 gacha ishlaydilar. Sentrning eng sentr joyida joylashgan desak ham bo'ladi. Buyog'imiz Xumoqush, Qizilmaydonda yo'lning buyog'ini o'tash sho'rda 60 Gamburg yozib o'tiribdi. Nishonni mo'ljallab turib maktabdan chiqa sala kelsangiz ham bo'ladi. Hatto bir hot dogga o'tib ketasiz. Endigi navbat ko'rib turganingizda Peter Gamburg bo'ladi. Peterning shunday go'shtlari ajoyib etib to'shalgan. Buning narxini keladigan bo'lsak, bu 20 ming so'm bo'ladi og'alar. O'rama varianti 40 ming so'mdan bo'ladi. Bo'lsa ochchilar etib ko'ramiz. Men o'ylashimcha ko'pchilik beruniyli yurtdoshlarimiz bo'rga kelib yeb ko'rgan. Siz oxirgi marta qachon keldingiz? Qachon nima zakaz etib yeb ko'rgansiz? Nima yoqqan? Agar siz kelgan olsangiz quri Gamburg bo'lsa ko'rib turganingizda hot-doglardan, lavashlardan qo'shib tashadilar. Atosham ham yarab atqistam. Yanında qo'shimchasini immunitetni ko'taradigan limon choy. Sizga ichini ko'rsatish uchun lavashni ikkiga bo'lib qo'ydik. Общий mana shunday bo'ladi, uzunligi ko'rishingiz mumkin. Sochnisini qarang buni. Bahasi buniki 35 ming so'm bo'ladi. Ve umuman alganda sözümüz sonunda aytacağımız menyuda nu var olsa hammasini ko'rsatib berdik. Ochib ham, qisib ham, içindagisini ham hammasini bemalol kelsangiz bo'ladi. Pastda telefon nomerlarini albatta qoldiramiz va keyingi mazza obzorlarda o'tirmaslik uchun podpiska bosib qo'yish yodingizdan chiqmasin. Shunda biruniyning ichida nu nerda bor, necha so'm bahasi, ishlarni nerdan bitirsak bo'ladi degan savollaringizning barchasini javob topsangiz bo'ladi. Mazza sochli moshina narsalarni yeyish uchun Atosh Gamburgga kelaverasiz. Barchanizni kutib qolamiz. Hammaga yoqimli ishtaha. O'zingizni asrang.